Va yettinchisi, so'nggisi noshukrlik. Insonning qalbini hech shukr qilmaydiganlar bor. Hamma narsasi bor. Uyi bor, joyi bor, minadigan ulovi bor, hamma narsasi bor, lekin hech ham shukr qilmaydiganlar bor ekan. Allohim hammasi mana shu mendagi kelgan davlat, dunyo, boylik, bu mana shunda emin erkin yashash hammasi sening tarafingdan kelayotgan bir ulug' ne'mat. Allohim o'zingga shukr, menga shunday ne'matlarni berdingki, Parvardigoro, kecha-yu kunduz boshimni sajdadan ko'tarmasdan senga shukr qilsam baribir kam deydigan, shukr qiladigan insonlar, yanning ham noshukrlik qiladigan insonlarning ham qalbi qorayib borar ekanlar. Qancha ne'matlar bor berilgan. Ammo biron bir holatda bir ishi yurishmay qolsa yoki biron bir narsa o'xshamay qolsa, noshukrligi shunchalar ziyoda bo'ladiki, shunchalar hayotdan, Xudodan norozi bo'ladiki, shunday insonlar bor. Lekin Alloh subhanahu va taolo adadsiz, hisobsiz Alloh taolo ne'matlarni bandalariga berib qo'ygan. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni azim sha'nida o'zi marhamat qilgan, astag'firullah, va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Alloh taolo Qur'onda aytayapti. Marhamat qildi. Buni tafakkur qilgan har bir inson bunga shukr qilib Allohga beadad hamd sano aytadiki, Alloh taolo aytayapti, sizlarga bergan ne'matlarimni bir hisob kitob qilaman desalaringiz, hargiz hisob kitob qila olmaysizlar. Ya'ni Allohning bizga bergan ne'matlari behisob, hisobsiz, sanab adog'iga yeta olmaymiz. Ko'rishimiz, yurishimiz, turishimiz hammasi Allohning buyuk ne'matlari bizlarga bergan. Ko'zimiz ochilsa, yumilmay qolsa, yumilgan ko'zlar ochilmay qolsa, olgan nafaslar chiqmay qolsa, chiqqan nafaslar qaytib kirmasa, buning hammasi Allohning buyuk ne'mati emasmi? Allohga yurib turibmiz. Yurmaganlar, qaniydi men ham bir yura olsam deydiganlar qancha. Orzu qiladi. Qaniydi men ham o'z oyog'im bilan yursam deganlar qancha. Qaniydi ko'zim bu jahonni, bu yorug' dunyoni ko'rsa deganlar qancha. Lekin bugun Alloh taolo shunday ne'matlarni berdiki, o'zi Qur'onda aytayapti. Ey bandalarim, sizlarga bergan ne'matlarimni hargiz hisobini chiqara olmaysiz. Sizlarga shunday ne'matlarni berdimki, u beadad, behisob, deydi Alloh taolo Qur'onda. Shunday ekan, noshukur bandaning ham qalbi nima buziladi, qalbi qorayib borar ekan. Mana shu narsalardan mu'minlar nihoyatda ehtiyot bo'lmoqligi, saqlanmoqligi kerak ekan. Chunki yuqoridagi oyatda Alloh subhanahu va taolo o'zi marhamat qildi. Ya'ni Shuara surasining 88-89 oyatlarida mening, ya'ni qiyomat kuni bir kun keladiki, o'sha kunda sizlarning mollaringiz ham, bolalaringiz ham sizlarning jonlaringizga aro kirmaydi. Foyda bermaydi. Faqatgina salomat, qalblaring salomat bo'lsagina o'sha sizlarga foyda beradi deb Alloh taolo Qur'onda marhamat qildi.